Bunda yevro ta'miridagi xonadonlar bunaqa narxga hali chiqmagan 49800 AQSh dollariga manziliga ikki taraflama 3 xonalik kvartira ko'rsatib o'taman aziz obunachilar. Hozirda ko'rgan qismingiz kengina zal xonasi anchagina katta ko'rib turganingizda va derazalari bor, ikki tomonlama ham vetrini bo'ladi. 5 qavatli kirpish domdan hozirda ko'rgan xonadonning zal xonasi edi va asosiy eshigidan kirishimiz bilan shunaqa kengina prixoshkamiz kutib oladi. Ko'rib turganingizda razdeniya sanajellari proyekt bo'yicha va xonadonning detskiy xonasi, undan keyingi qismida xonadonning spalniy qismi. Razdeniya sanajillarimiz oyoqdan yuqorisigacha sifatli kafe bo'lgan ko'rib turganingizda avtorskiy remont va xonadonning oshxona qismi gaz, suv, svetdan umumiy 85 metr kvadratdan ziyodroq xonadonimiz. Xo'p, egalarning ashlari 49800 AQSh dollar yana kelishadigan joy bu. Lokatsiyamizga to'xtaladigan bo'lsak, 5-mikrorayon Asbgardon. Kimga qiziqib o'tganimizda quyidagi raqamlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ha, aytgancha 5 qavatli kirpish domlarni